qarang, mana buni toshiga minus qo'yaraman-da, oddiy tosh-da bu. Voy, minus qilmasdan hisoblab beravering. Voy, to'g'ri kelmaydi-da. Lombo bo'lganda, izzalar bo'lganda men sizga minus qilmasdim. Hisoblab beravering. O'zi grammi nechi pul olasiz? O'zi sovg'a bo'lgani. Minus qilib sotavering. Yo'q, sovg'a bo'ldi degani, arzon degani emas bu. Xo'p, yo'q, lekin bari minus qilaman, chunki oddiyda buni 0.35 minus qilib tashlayman, o'sha hisoblab bera qolay sizga. Shunda gramm nechi pul olasiz? Xo'p, 880 dan qilib beraman, lombo bo'lganiga narsalar hisob qiling. 1866 minus 0.35 qilib tashladim boyagi toshga. 880 mingdan bo'lganda 16 million 100 bot ekan. Hammasi. Ha? 880 mingdan hisoblab berdim-da. Toshiga 0.35 minus qo'yardim ma'minizga. Unda to'xtang, mana buni ham hisoblab bera qoling, yetmas ekan. Brasletni ham sotasizmi? Ha. Qani? Menga ham ochildim-da, komplet. Xo'p. Bu ham sovg'a bo'lganmi? Bu ham sovg'a bo'lgan. Gap yo'q lekin. Mr. X dan sovg'a bo'lganding. Xo'p, Tiffany ekan, yengimi deyman-da bunisi. Ma'minizga qaraganda yaxshi ekan. Unda ham toshi bor lekin. Prujnasi bilan faqat bo'ldi, qarang. Shu toshini. Bo'ldi. Xo'p. Buni общий vesga olaman, ham 900 mingdan qilib beraman. Yangi ekan-da o'zi, urilgani joylari ham yo'q ekan. Buni 900 mingdan qilib beraman. Xo'p, buningiz 16 million 100 bo'ldi. Xo'p, qarang, 679 900 mingdan grammi 6 million 100 bot ekan. Xo'p, qarang, 16 million 100 plus 6 million 100. Общий summa 22 million 200 bot. 22 million 200. Bo'ladimi? Rozimiz? Rozim. Xo'p. Bar sovg'a bo'lgani shuncha joydan 22 million 200 kop. Qarang. Pullarlarimni kelsa sizga tevraman. Bo'ldi. Qarang, bu yerda 20 million, hozir 2 million 200 beraman. Xo'p, mana bu yerda 2 million 200, aytganimni 22 million 200. Rahmat. Xo'p, sog' bo'ling. Pullarim bo'lsa tevraman. Bo'ldi, xo'p. Ha, sog' bo'ling, charchamang. Agar sizlarga ham shunaqa pullar bo'ladigan bo'lsa, aldanmasdan qimmatroq narxlarda sotmoqchi bo'lsanglar, bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi.